yosh bola ekan tush ko'rdi. Tushida bir katta daraxtni to'ng'iz kelib tomirlarini qirqmoqchi bo'ldi. Shunda mana shu katta daraxtni bir novdasi egildida to'ng'izni qattiq bir zarba bilan urdi. To'ng'iz do'ppaginacha qochib ketdi. Keyin qaytib kelib shahodat kalimasini aytdi. Ashhadu an la ilaha illalloh dedi. Imom Azam yosh bola ertalab uyg'ondida ustozi Hammod ibn Abi Sulaymonning oldiga borib, shu tushimni ta'birini so'rasam bo'ladi, ajoyib tush bo'ldi dedi. Ustozining oldiga borsa, ustozi Hammod nihoyatda bir g'amga botib, g'azablanib, xafa bo'lib o'tiribdi. Ustoz nimaga asabingiz chataq, nimaga kayfiyatingiz yo'q desa, bizni shaharimizga bir to'p xudosizlar keldi. Amirga uchrab, bu koinotni yaratuvchisi yo'q. Biz shuni isbotlagani keldik. Shaharingdagi bir olimni bizga ro'paramizga qo'yib bahs qilamiz debdi. Amir meni tanlabdi. Shunga achchig'im kelib g'azablanib o'tiribman. Imom